Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Odatda yong'inni tilsiz yovga qiyoslashadi. Bu o'z navbatida odamlar hayotini xavfga qo'yib, iqtisodiyotga jiddiy ziyon keltiradi. Xabaringiz bor, respublikamiz bo'ylab 20-maydan 20-iyunga qadar yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirlari o'tkazilmoqda. Oylik doirasidagi vazifalar hamda amalga oshirilayotgan tadbirlar haqida batafsil ma'lumot olish maqsadida studiyamizga soha mas'ullarini taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi dotsenti Abduqodir Yoqubov hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'lim boshlig'i Farruh Karimov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Keling, bevosita suhbatimiz avvalida ushbu tashkil etilgan amalga oshirilayotgan dolzarb 30 kun profilaktik tadbirlaridan ko'zlangan maqsad va vazifalarga e'tibor qaratsak, marhamat. Avvalambor rahmat so'z berganingiz uchun. Ma'lumki, bu yilgi ob-havo harorati demak odatdagidan da ko'tarilishi aholi punktlarida, tashkilotlarda va korxonalarda yong'in xavfini oshishiga sabab bo'lmoqda. Demak, bu davrda yong'in xavfsizligini ta'minlash eng asosiy dolzarb vazifa hisoblanib, demak, shu bois yong'inlarni oldini olishga qaratilgan, demak, profilaktik tadbirlarni yanada kuchaytirish maqsadida shu yil 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri o'tkazildi. Ushbu tadbirda, demak, asosiy aytib o'tganingizdek, asosiy maqsad, vazifa aniq belgilab olinib, demak, 4 ta asosiy maqsad, vazifalar bilan belgilangan. Demak, birinchidan bu bozor, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan obyektlari hamda yonish portlash xavfi yuqori bo'lgan obyektlar hamda eng asosiysi odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash asosiy yo'nalishimizdan biri hisoblanadi. Demak, ikkinchisi yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar va boshqa dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash. Uchinchi yo'nalishimiz esa o'rmon fondi obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash hisoblangan. Ya'ni 4-inchisi uy-joy fondi obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash. Bu 4-chi yo'nalishimizga alohida e'tibor qaratilib, bu ya'ni mahallabay, xonadonbay tartibda tegishli vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ishlar tashkil etildi. Bu bir oy tadbir davomida nafaqat favqulodda vaziyatlar vazirligining kuch vositalari, balki barcha vazirlik idoralari, keng jamoatchilikni jalb etgan holda aholi yashash xonadonlarida, bo'ya ta'kidlaganimizdek, xonadonbay tartibda tekshiruvlar va profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Agar qisqacha raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, hamkor xizmatlar bilan va vazirlik va uning joylaridagi, demak, tuzilmalari tomonidan 2 millionga yaqin uy-joy fondi, ya'ni 798 mingta ko'p kvartirali xonadonlar, 1.687 ming, ya'ni hovli uylari hamda 14.200 bitta dala hovlilar tekshiruvdan o'tkazilib, ushbu tekshiruvda demak, aniqlangan qoidabuzarlik, demak, 400 mingga yaqin qoidabuzarliklar aniqlanib, joyida, demak, 87.7% ni bartaraf etishga erishildi. Demak, bu nima degani? O'z vaqtida kamchilik aniqlandi va uni qisqa muddatda bartaraf etish choralari tegishli vazirlik idoralari jalb etgan holda, ya'ni hamkor tashkilotlarimiz bizga yaqindan yordam bergan Ichki ishlar vazirligi, elektr xizmatlari hamda gaz ta'minoti xizmatlari bilan hamkorlikda aholi yashash xonadonlarimizda, ya'ni maishiy turmush tarzida foydalanayotgan o'sha gaz asboblaridan va boshqa maishiy jihozlardan foydalanishdagi aniqlangan qoidabuzarliklar bartaraf etishga erishildi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni tadbir davomida 20.349 ta davlat tasarrufidagi obyektlar hamda 2.657 ta tadbirkorlik subyektlarida, demak, yong'in profilaktik tadbir sifatida profilaktik tadbir hamda tekshiruvlar o'tkazildi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, 3452 ta tadbirkorlik subyektlarida qo'shimcha monitoring profilaktik tadbirlar va profilaktik ko'riklar o'tkazildi. Bunda aniqlanayotgan, boya ta'kidlaganimizda aniqlanayotgan kamchiliklarni bartaraf etish va ularni ko'zimiz bilan ko'rib, hamkor xizmatlar bilan bartaraf etish ishlari amalga oshirildi. Yana bir muhim masala, demak, tunda insonlar qoladigan maskanlar, ya'ni Muruvvat internat uylari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlari hamda tunda qurilish obyektlarida tunda insonlar qoladigan, ya'ni ustalarimiz deymiz, ko'cha nima tilda aytganimizda ustalarimiz, ishchi xizmatchilarimiz tunda insonlar qoladigan maskanlarga ham tungi tekshiruvlar doimiy muntazam tadbir davomida o'tkazilib, yuqori saviyada ushbu tadbir tashkil etildi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta statistik raqamlar juda yaxshi va fikr bildirganda ham jozibasini beradi, lekin uni ichiga kirib har bir jarayonni tahlil qilib va
kutilishi, ya'ni uni yong'inni bartaraf emas, uni oldini olgan muhimda, chunki qanchadan qancha ziyon yetkazish mumkin. Bejiz biz uni tilsiz yov demaymiz. Keling, Abduqodir aka, sizning mana akademiya yo'nalishi bo'yicha avvalo o'sha bu oylikka ta'lim muassasasi talabalari, professor o'qituvchilar qay darajada qamrab olindi va umuman mana yuqorida oromgohlar, dam olish maskanlari deyapmiz mavsum doirasida. Bu bo'yicha qanday profilaktik tadbirlar tashkil etildi? Shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, rahmat. Demak, dolzarb aytilgan dolzarb bu tadbirida bugungi kun holati bo'yicha respublikamizda 181 ta statsionar organlar, 1140 ta muzga oromgohlar hozirgi kunda faoliyat olib boryapti. Ta'kidlab o'tish kerak, bu yerda o'sha amaliyot organlari xodimlari mavsum boshlanishidan avval ham bu tashkilot muassasalarida, oromgohlarda profilaktik chora-tadbirlar olib borganlar. Bevosita o'sha mavsum boshlanishi bilan birgalikda vazirlik akademiyasi o'sha professor o'qituvchilari hamda kursantlarini amaliyot xodimlariga yordamchi sifatida biriktirilgan. Bu tashkilot muassasa korxonalarida tadbir davomida yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda o'sha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida akademiya professor o'qituvchilari boshchiligida bu kursantlar akademiyada o'sha olayotgan o'zlarining nazariy bilimlarini bevosita amaliyotda qo'llash borasida, ya'ni ustoz shogird an'anasiga muvofiq sodiq qolgan holda bular o'zlarini olgan nazariy bilimlarni amaliyotda joriy qilish masalasi bu yerda maqsad qilingan. Bevosita o'sha obyektlarda tashkil etilgan yong'in xavfsizligi o'sha profilaktik chora tadbirlarini takomillashtirish bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kamchiliklar yoki bo'lmasa o'sha oldini olish borasida yordamchi kuch bo'lib, bu yerda o'sha kamarbasta bo'lib o'zlarini yordamlarini berib kelmoqda. Samaradorlik tahlil etildimi? Talabalarning aynan hududlarga chiqib ushbu oylik doirasida xodimlarga yordam berishi yoki targ'ibot tadbirlarida ishtirok etishi qay darajada biz uchun natijadorlik ifodaladi? Xuddi shunday, ko'proq hammamizga ma'lum, nazariy bilimni olib o'zigina o'sha amaliyotda qo'llash masalasi sal qiyin bo'lganidan bu yerda o'sha amaliyot xodimlari bilan bevosita kursantlar o'zlari borib mustaqil tarzda bu obyektlarda o'sha tashkil etilgan o'sha yong'in xavfsizligi talablarini ko'zlari bilan ko'rib bevosita amaliyotda o'zlari qo'llash masalasi katta tajriba beryapti. Chunki o'sha ta'lim jarayonida ham professor o'qituvchilarimiz tomonidan o'zgarish bo'lgan. Sababi o'sha ko'proq o'zlarini o'sha qiziqtirgan savollari yoki bo'lmasa o'sha tadbirlarga chiqqan paytda duch kelgan muammolarni nazariy jihatdan bog'lash masalasi bo'yicha savol javoblar tarzida biz ko'ryapmiz. Kursantlarimiz bevosita o'sha dars mashg'ulotlarida yoki bo'lmasa o'sha tashkil etilgan maskan mashg'ulotlari bor obyektlarda bevosita bular o'zining samarasini berib kelmoqda hozirgi kunda. Juda yaxshi, Farruhbek, mana biz bilamizki, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan bir qancha o'sha mana oyliklar, dolzarb kunlar o'tkaziladi, yong'in xavfsizligi oyligi yilda bir o'tkaziladi. Mana qo'shimcha tarzda hozir dolzarb 30 kunlik tadbirlari o'tkazilyapti. Umuman siz yuqorida bir qancha misollarni, statistik raqamlarni ta'kidlab o'tdingiz. Endi ko'riklar davomida o'sha yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklar haqida ham bir targ'ibot vositasi sifatida ommaviy axborot vositalari qaraladi. Bir ta'kidlab o'tsakda, qaysi yo'nalishlarda o'sha oylik davomida qo'pol qoidabuzarlik holatlari yuzaga keldi va aholini bugun ham aynan ularga bu bo'yicha tushuncha berishga majbur qiladigan jihatlari nimada? Aholi ko'proq qaysi yo'nalishlarda, deylik, tadbirkorlik subyektlari, iqtisodiyot obyektlarida qanday qoidabuzarliklarga biz ko'proq yo'l qo'yib beryapmiz? Bu masalani ham boya ta'kidlaganimizdek, qarang, yong'in qutqaruv shaxsiy tarkibi tomonidan, ya'ni vazirligimizda yong'in qutqaruv shaxsiy tarkibi tomonidan ushbu kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun, demak, 1527 marotaba iqtisodiy ahamiyatga ega favqulodda vaziyatlar yuz berish darajasi yuqori bo'lgan obyektlar, ya'ni bozor, bizada savdo majmua, savdo majmualarimizda yong'in o'chirish amaliy taktik mashq va mashg'ulotlari o'tkazildi. Savdo majmualarida biror bir yong'in chiqadigan bo'lsa, uni o'chirish juda murakkab jarayon kechadi, to'g'rimi? Tushunib yetish kerak aholi. Shuning uchun mana 3332 marotaba yong'in qutqaruv texnikalarini namoyishi orqali, ya'ni fuqarolarimizda hamda bozor, savdo majmualarimiz hamda o'ta muhim toifalangan obyektlarimizda ishchi xizmatchilari bilan agarda shunaqa ko'ngilsiz hodisalar ro'y berganda, ularni demak to'g'ri harakatlanish, fuqarolarimizni, ya'ni birinchi navbatda bizning asosiy maqsadlarimiz, yo'nalish va maqsadlarimizdan biri fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash.
demak ularda to'g'ri harakatlanish, shuni holat sodir bo'lsa yoki vaziyat ro'y berganda ularda to'g'ri harakatlanish, demak kamchiliklar nazarida kamchilik haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni aholi orasida 8883 marotaba demak profilaktik tadbirlar davomida qatnashgan, ya'ni 2 millionga ziyod fuqarolarimizga mana shu aniqlangan kamchiliklar yuzasidan bartaraf etish va ularni olib kelayotgan oqibatlari yuzasidan profilaktik tadbirlar o'tkazilganligini ham aytishimiz mumkin. E'tibor bersak, yoz jaziramasida o'sha bir rezetkada deymiz modern tilda yoki o'sha bir nechta xolodilnik bo'ladi yoki sovutgich bo'ladi yoki o'sha konditsionerlar bor, ularni ulab qo'yadi va o'sha yuklama oshib ketishi natijasida qarovsizlik oqibatida yong'in kelib chiqish xavfli bo'ladi. Umuman shu kabi holatlarni profilaktik tadbirlarni yuqori bir darajada o'tkazish borasida qanday yuqori darajadagi ta'sirchan choralari misolida targ'ibot amalga oshirildi? Bormi? Qanday yo'llardan foydalanildi? Ko'rgazmali vositalar qilindimi? Qanaqa o'quv mashg'ulot tarzida aholiga o'zgartirildi yoki umuman aholi mazkur o'quv mashg'ulotlarida jalb etilgan bo'lsa, qay darajada ularning faolligi ta'minlandi? Demak, bu masalada ham aholi turar joylarida, ya'ni 1 milliondan ziyod eslatma va plakatlarimiz aholiga ko'rgazmali vositalarimiz tarqatildi. Ya'ni bu har bir to'g'ri yo'nalishi, misol uchun boya ta'kidlaganimizdek, elektr asbob anjomlari bo'ladimi, gaz uskunalari bo'ladimi, ulardan ya'ni fuqarolarimiz yoki tadbirkorlik subyektlari, davlat obyektlarimizda o'zini o'zi mana shu nimalarimizdan, ya'ni nima deydi, to'g'ri xulosa chiqargan holatda ham o'sha agarda uyimizda yoki mana shu tashkilotlarda agar shu orqali aniqlangan kamchiliklar bo'lsa, bartaraf etish choralarini ko'rish yuzasidan ham profilaktik tarqatma materiallarimiz tarqatildi. Yana bitta nimani aytib o'tsak, katta chorrahalar va yo'l chetidagi elektron tablolarda 5547 marotaba elektron tablolarda materiallar joylangan. Ya'ni o'sha tirbandlik bo'ladimi yoki harakatlanuvchi avtotransport vositalarida ham, ya'ni yo'l chetidagi svetoforlarimiz to'xtaganida ham ayrim ma'lum bir muddatda ham o'sha yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish yuzasidan qisqa roliklarimiz, amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ham qisqa roliklarni namoyish etganligimiz ham juda yaxshi. Abduqodir aka, albatta mana hozir e'tibor qaratsak, ba'zan qurilmamizni, telefon qurilmamizni o'sha zaryadlash uskunasiga qo'yar ekanmiz, uni olib yostig'imiz tagiga qo'yish holatlari, ba'zan yong'in shunday holatlarda ham kelib chiqishi mumkin-da. Oddiygina e'tibor bermaymiz. Shuni ta'sirchan choralari, albatta bu roliklar, ko'rgazmali vositalar yoki mana bu kabi o'quv amaliy mashg'ulotlar, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunday. Rahmat. Qo'shimcha sifatida hozir Farruxning fikrini men to'ldirmoqchi edim. Aksariyat holatlarda o'sha ko'p duch kelamiz, ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasa o'sha boshqa ommaviy axborot vositalarida ko'rgan paytimizda bitta o'sha qo'yilgan, siz aytib o'tgan shu udinli tilga, tarmoqqa, elektr tarmog'iga tarqatish masalasi bo'yicha buni oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, misol uchun o'sha elektr moslamani o'rnatish qoidasi degan hujjatga muvofiq bu yerda o'sha sodda tilda kiritgan qismlari bor. Misol uchun ko'proq bu siz aytib o'tgan o'sha yong'in yoki bo'lmasa boshqa xavfni keltirib chiqarish masalasi bo'yicha elektr moslamalarni misol uchun qisqa tutashuv deymiz yoki bo'lmasa katta o'tish qarshiligi, oshiq yuklanish degan talablari bor. Ko'proq endi bir paytda duch kelgan ko'p o'sha sodir bo'lgan yong'inlarda amaliyotda davlat yong'in nazorati inspektorlarini sodir bo'lgan yong'inlar sabablarini ko'rib o'tgan paytda juda ham ko'p holatda mana hozirgi kunda 30% dan oshiq sodir bo'lgan yong'inlarni sabablarini ko'radigan bo'lsa, keltirib chiqqan sabablar elektr moslamadan kelib chiqqan sabablarga ko'proq to'g'ri keladi statistikada. Demoqchi bo'lganim, buni sodda qilib aytganda, o'sha bitta berilgan o'sha elektr tarqatgich tarmog'iga misol uchun o'sha maishiy vositalar, misol uchun konditsioner deymiz, mana yoz oylarida insonda o'sha sog'likka bo'lgan ko'proq ehtiyoj tug'ilgani uchun konditsionerni misol uchun bilib bilmasdan qaysidir o'sha bitta tarmoq ulagan yoki bo'lmasam boshqa turdagi o'sha aytib o'tdik maishiy texnikalarda, telefon yoki bo'lmasam boshqa qurilmalarda qo'ygan paytda hozir aytib o'tgan o'sha kuchlanishi bevosita o'sha ko'tarilmagandan keyin aytib o'tgan o'sha kabellari qisqa tutashuvga olib kelishi mumkin. O'shni oldini olish borasida biz mana akademiyada o'zini sayti hamda o'sha vazirligimizning saytida sodda qilib aytganda o'sha tarqatilgan materiallar, flayerlar yoki bo'lmasa o'sha ko'rgazmali qurollardan, qisqa roliklardan taqdim qilib boriladi.
bevosita o'sha tashkil qilingan dolzarb 30 kun davomida ham ochiq eshiklar kuni akademiyada tashkil etildi hamda davra suhbatlari bevosita mutaxassislarni qolgan soha vakillarini ham jalb qilib sodda qilib aytganda ularga ko'proq o'sha targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish masalasi bu yerda maqsad qilingan. Juda yaxshi. O'zining ijobiy samarasini berib kelmoqda. Albatta biz samara natija uchun ushbu oyliklar tashkil etiladi. Farruxbek, mana qarang, e'tibor bering. Ba'zan o'sha bilib yo bilmasdan yoki ehtiyotkorlik orqali bir e'tibor qaratmasdan tungi vaqtlarda o'sha jihozlarni elektrga ulab qo'yamiz, to'g'rimi? Moslamalarni. Bu albatta oqibatlari achinarli bo'ladi, to'g'rimi? Bu bo'yicha ham eslatmalar, ko'rgazmalar o'sha aholiga taqdim etildimi? Bu masalada ham misol uchun mana dolzarb 30 kun tadbiri doirasida, ya'ni jamoat transportlarida 103.035 ta shu siz aytib o'tgan ya'ni masalada fuqarolarimizga ko'p fuqarolarimiz ish vaqtidan avtotransport vositalarida yoki jamoat transportlaridan foydalanishda ekranlarda yoki o'sha oynalarda deymiz, jamoat transportlarida o'shalarga yopishtirib, ya'ni joylashtirib, ulardan to'g'ri foydalanish yo'l yo'riq sifatida, ya'ni ular ham joylashtirildi. Bundan tashqari, demak, tadbir davomida aholi ko'p yig'iladigan maskanlarda ham 121.636 ta esdalik, ya'ni eslatma tarqatma materiallar, shu jumladan targ'ibot va tashviqot ishlarini keng olib borish maqsadida respublika, viloyat, shahar va mahalliy teleko'rsatuvlar orqali ham 350 ga yaqin teleko'rsatuv lavhalar, 8 mingga yaqin radio eshittirishlarimiz, ya'ni 750 ta maqolalar chop etildi. Yana shuni aytish joizki, 510 turdagi, ya'ni 1 milliondan ziyod tarqatma materiallar chop etilib, aholiga tarqatilganligini ko'rishimiz mumkin. Juda yaxshi. Abduqodir aka, e'tibor qaratsak, bu yong'in birgina bir biz oldindan uni aytib bera olmaymiz. Birgina uy yoki birgina savdo majmuasi yoki birgina hududda bu yong'in chiqdi. Endi shuni qamrab olish imkoniyatimiz mavjud deb, chunki bu tilsiz yov juda tez tarqaladi. U nafaqat o'zimizga, qo'shnilarimizga yoki boshqa bir hududlarga ziyon yetkazishi mumkin. Mana hozir biz aynan profilaktik tadbirlar haqida to'xtalyapmiz-da. Bu har bir chiqish, har bir aytadigan gapimiz avvalo aholini hushyorlikka chorlashda. Mana bugun hozir ko'rib turibmiz, yoz mavsumida aksariyat fuqarolarimiz, aholimiz so'lim go'shalarga, tog' yonbag'irlariga chiqishadi yoki dala chetlariga. Deylik, bugun mana bug'doy o'rish mavsumi ketyapti, o'tlar qovjiragan, mana tez yong'in tarqalishi mumkin-da. Shunday vaqtlarda aholimiz uchun qanday bir tavsiyalar, qanday bir eslatmalarni bera olamiz? Bu ham muhim. Marhamat. Rahmat. Demak, hozirgi kunda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bevosita asosiy so'lim joylarga, dam olish maskanlariga fuqarolarimiz borgan paytda o'zlari tomonidan o'sha nima deydi, iste'mol qilish maqsadida qisqa qanaqadir joylarda o'sha shashlik yoki bo'lmasa boshqa turdagi o'sha o'choq yoki bo'lmasa boshqa yondirish manbalaridan foydalanishadi. Buni oqibatida mana shu yoz oylarida ham qaysi joyda o'sha xas-xashak qurigan bo'lsa, misol uchun ozgina bo'lgan shamol ham demoqchi bo'lganim qisqa muddatda sodir bo'lgan o'sha kichkina alangani katta maydonga tarqab ketib, biz xorijiy davlatlarda ko'ryapmiz qanaqa oqibatlarni keltirib chiqarayotganini. Shuni hisobidan ko'proq o'sha targ'ibot tashviqot ishlarida belgilangan joylarda misol uchun o'sha ogohlantirish belgilarini qo'yish yoki bo'lmasa o'sha profilaktik chora-tadbirlarni olib borish masalasi bo'yicha, xavfsizlik choralarini ko'rish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari bu masalada ham olib borilyapti. Ikkinchisi, o'sha ta'kidlab o'tganingizdek, g'alla mavsumida o'rim ishlari, jadal hozirgi kunda ishlar olib borilyapti. Bu yerda o'sha mavsum, yuqorida ta'kidlab o'tdik, mavsum boshlanishidan avval amaliyot organ xodimlari bevosita borib o'sha joyga chiqqan holatda bu o'sha fermerlarimiz yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirgan bevosita o'sha insonlar bilan profilaktik suhbatlar olib borishgan. Misol uchun o'sha g'alla maydonlarining atrofini eng kamida 4 metr misol uchun o'sha kenglikda atrofini misol uchun shudgollash masalasi bo'yicha bir nechta o'sha talablarni bu yerda o'sha keltirib o'tgan soha mutaxassislari aytib o'tgan. Undan tashqari o'rim mavsumida ishtirok etayotgan transport vositalarini bevosita bu yerda o'sha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni bartaraf qilish bo'yicha birlamchi yong'inchi vositalari yoki bo'lmasa o'sha yong'in qalqoni deymiz, o'zida transport vositasi uchun mo'ljallangan. Bular bilan ta'minlanganligi, misol uchun atrofdagi o'sha boshqa yong'inni keltirib chiqish masalasi bo'yicha omillar ularga bo'lmasa bartaraf etilganligi bo'yicha chora-tadbirlar bu yerda olib borilgan. Yoki bo'lmasa o'sha yoqilg'i moy mahsulotlarini juda ko'p holatda nima deydi, sabab sifatida ko'rsatishimiz mumkin. O'sha hududga kirmasdan aytib o'tgan o'sha g'alla mavsum bo'layotgan maydon
chet qismida ularda o'sha zaxirasini tashkil qilgan holatda bunaqa faoliyatni olib borish menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Farruxbek, mana yuqorida aynan dolzarb 30 kunlikni mana iyunni o'sha 20-iyungacha qilyapmiz. Bekor emas, bu kun isidi, iqlim o'zgardi deyapsiz. Demak, bu yerda bevosita transport egalarini ham hushyorlikka chorlash yotibdi, to'g'rimi? O'sha yengil avtomobillarda ham qisqa tutashuv orqali yong'inlar kelib chiqishi mumkin, to'g'rimi? Qolaversa, mana dam olish maskanlari dedik. E'tibor bersak, bugungi kunda o'sha taomxonalarimiz tizim xizmat ko'rsatish rivojlandi. Dam olishga boradigan fuqarolarimiz, aholimiz aynan o'sha maskanlarda tanovul qilib, bu dam olish maskanlarida esa yaxshi hordiq chiqargani yaxshi-ku, to'g'rimi yo'qmi? Aynan u yerga borib, ma'lum bir olov yoqib yoki undan bir tabiatga ham, o'zimizga ham ziyon keltirish bu yaxshi emas, to'g'rimi yo'qmi? Keling, bu bo'yicha ham o'zingizda bir qo'shimcha tavsiyalaringiz, avtomobillardan foydalanish, deylik, o'sha yong'in kelib chiqishi mumkin bo'lgan qo'shimcha bir sabablar bo'lishi mumkin. Qanday tavsiyalar bo'ladi? Avtotransport vositalaridan ta'kidlaganingizdek, avtotransport vositalarida qisqa tutashuvi evaziga, ya'ni yong'inlar kelib chiqishi, ulardan demak hozir jazirama kunning issig'ida har xil joylarga avtomobil ichida har xil yong'inga moyil vositalarni qoldirmaslik. Misol uchun bitta dunyo tajribasini aytadigan bo'lsak, oddiygina shisha idishida suv turadi. O'sha suvdan, ya'ni ichimlik sifatida ichishda foydalanishda, mana dunyoning statistikasini, jahon tajribalarini o'rganganimizda ham o'sha avtotransport vositalarini kelib chiqqan yong'inlarning 10% o'sha, ya'ni shisha idishimizdan yorug'likda, issiqlikni o'ziga qabul qilib, undan bizada linza vazifasini bajarib, undan olayotgan issiqlik manbaini 2 barobarda, ya'ni oshirib berib, avtotransport vositalarimiz salon qismlarida yong'in kelib chiqishga juda ehtimoli yuqori. Shularda fuqarolarimizdan ham ogohlikka chaqirgan bo'ladi. Portlashga moyil bo'lgan o'sha mana ko'pincha o'sha tamaki chekadigan yurtdoshlarimiz avtomobilda qoldirib ketadi o'sha jihozlarni. Bu ham o'sha issig'ida portlash holatlari yuzaga chiqishi mumkin. Keling, endi bevosita xulosaviy fikrlarga o'tsak, biz bilamizki, Abduqodir aka umuman aholiga ba'zan buni qilma degandan ko'ra uni jarimalari yoki oqibatlarini eslatib o'tish ham yaxshi natija, yaxshi samara beradi. Deylik, o'sha ma'lum bir hududni yong'in kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin, u narsalarning oqibatlari yomon bo'lishini anaqa qilishimiz kerak, eslatib o'tishimiz kerak. Keling, xulosaviy fikrlarimiz 30 kunlik dolzarb 30 kunlik yakunlari bo'yicha qanday xulosalarga keldik, marhamat? Demak, ushbu tadbirni o'tkazishimizda maqsad ham shu edi, ya'ni fuqarolarimizni, ya'ni aholimizni xavfsizligini ta'minlash birinchi navbatda, hamda tadbirda samaradorligini tahlil qilganimizda o'tgan yilning, ya'ni shu davrdan 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar yong'inlarimiz ya'ni foiz darajasida oladigan bo'lsak, 13% ga kamayganini ko'rishimiz mumkin. Bu juda bizga katta natija, ya'ni fuqarolarimiz maqsadga erishildi deb bemalol ayta olamiz. Ya'ni fuqarolarimizning qo'shimcha nima deydi, yong'in xavfsizligi sohasidagi yong'in xavfsizligi bilim ko'nikmalarini, shaxsiy madaniyatini oshirishga erishilganligini ko'rishimiz mumkin. Hamda fuqarolarimizdan murojaatimiz bor edi, agar ruxsat bersangiz, fuqarolarimizdan, ya'ni xonadoningizdagi elektr va gaz isitish moslamalarini demak nazoratsiz qoldirmaslik va uylarimizda hamda tashkilotlarimizda, korxonalarimizda yong'in xavfsizligi qoidalariga doimiy rioya qilib va amal qilishlarini, hamda korxona va tashkilot rahbarlariga davlat yong'in nazorati organlari tomonidan taqdim etilgan demak yozma ko'rsatmalarimizdagi hamda tavsiyaviy ma'lumotimizdagi yong'inga qarshi tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli bajarishda ya'ni iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Rahmat. Demak, qo'shimcha sifatida demak hozirgi kunda asosiy bu yerda tadbirda o'tkazishdan ham maqsad yuqorida ta'kidlab o'tdik. Ko'proq o'sha kontingent, ya'ni yoshga doir ko'radigan bo'lsak, maktab o'quvchilari yoki bo'lmasa boshqa bog'cha tarbiyalanuvchilari hozirgi kunda o'sha dam olish muddatida bo'lgani uchun ota-onalardan so'rab qolardik. Aynan o'sha dam olish yoz mavsumida farzandlarini, yaqinlarini qarovsiz qoldirmasdan yong'in xavfsizligi hamda boshqa texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qiladigan bo'lsa,
biz o'ylashimiz bo'yicha o'zlarini hamda mol mulkini shaxsini xavfsizligini ta'minlagan hisoblanadi. Rahmat, e'tibor bersak, mana hozir bir qancha statistik ma'lumotlarni taqdim etdingiz, ya'ni dolzarb 30 kunlik doirasida flayerlar taqdim etildi, roliklar taqdim etildi, umuman ko'rgazmali mana vositalar berildi. Demak, bu aholi uchun e'tibor qaratsak, har bir yong'in tabiiy ofat bo'lishi mumkin, tabiiy jarayon yoki inson omili orqali kelib chiqishi mumkin-da. Agar bu jarayonda biz faqatgina favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yoki yong'in xavfsizligi xodimlarining zimmasida desak adashamiz. Bu jarayonlarni samarali tashkil etish yoki yong'in xavfsizligi tadbirlari profilaktikasida o'zimiz faol ishtirok etsak, o'ylaymanki, bu kabi o'sha tabiiy ofatlarni, yong'inni, o'sha tilsiz yovni bu 13% ga emas, demak, undan ham ko'proqqa bartaraf etishga, uni oldini olishga erishgan bo'lamiz. Muhtaram ishtirokchilar, taklif va bildirilgan fikr va mulohazalar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bu Studiya 24 dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.